Mashinchi suv bilan tishimizni yuvishimiz mumkin. Olib yuvib olish. Mashinchi suv bilan soqolimizni erkaklar olishimiz mumkin. To'g'rimi? Arzimagan suv bilan suvni o'chirib turib, boshimizni shampunlab, to'xtatib, Yaponiyada, Isroilda shu. Biz uchun suvni ochib qo'yamiz, qo'shiq etib, suv ham oqayotadi, biz chetga o'tib olib, o'zimiz shampunlaymiz. Noto'g'ri bu. Yoki tishimizni yuvguncha suvni sharsharaq ochib qo'yamiz, chap tarafni yuvamiz, o'ng tarafni yuvamiz, o'rtasini yuvamiz, orqasini yuvamiz. Bir chelak suv oqib ketdi, og'ayni. 2 chelak suv oqib ketdi. Bu suv qatdan Bo'stonliqdan kelyapti Toshkentga. Bu nechta marta nimadan tog'lardan o'tib kelyapti? Necha marta achchiq tosh bilan tozalanyapti? Xonadonimiz kelguncha unga tilla suv bo'lib ketgan. Yoki olib chiqamizda, masalan, ko'chamizda peshin paytda qop-qora asfaltni 60-70 gradus, 80 gradus bo'lgan asfaltga suv sepamiz, sovusin. Asfalt ham buziladi bu. U suv ham uvol bo'ladi. Men bir gap aytib beraman. Qiziq bo'ldi. Biz Makkaga bordik, boshqa bo'ldik. Bir ikki marta ko'rdik, shu arablar olib nonni tashladi yerga. Boshqa narsa ne'matlarni tashlashdi-da. Shunda biz qora ko'zlarimiz o'zbeklar aytdiki, "Ey" dedi, "Sizlar uvol qilyapsizlar. Nonni olib ol, nonni tashlayapsizlar" dedi. Shunda bir arab aytdiki, "Buni tashlasak, kuchu-mushu yeydi" dedi. Qush, qurt, qumursqa yeydi dedi, qushlar yeydi dedi. Men sizni o'zbeklarni tushunmayman. Nimasini tushunmaysiz? Biz uchun aziz bo'lgan, Saudiya uchun o'tda daryo yo'q, suv yo'q. Aslida biz borganda ko'rdik O'zbekistonda. Olib suvni deydi, olib ko'chaga separ ekansizlar deydi. Bitta tarvuz sovutaman deb ertaga kech oqib qo'yar ekansizlar deydi. Suvni deydi, bebulsga foydalanar ekansizlar. Mashinalarni yuvar ekansizlar, suvni shlankani yoqib qo'yib deyapti. Biz uchun bu fojia. Mana uvol bu deyapti. Men arablar fikriga qo'shilaman. Hali buncha nonni qilishga ozgina bug'doy, buncha tandir, ozgina suv ketgan. Lekin bu kechirasiz, biz hozir mashinani olib chiqib, bitta Nexia'mizni yuyguncha qancha suv ishlatamiz? 15 tonna suv yonimizga oqib ketadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'lmasa 3 chelak suv bilan mashina yuvish mumkin. Yoki kechqurun chiqamiz, hozir e'tibor bersangiz, hammani tepaga suvni purkagichdan qo'yib qo'ygan. Mikroklimat. Mikroklimat deydi. Hamma yoq shu bo'lib ketdi. Suvda O'zbekistonda vahshiyona ibtidoiy davrdagi foydalanamiz. Biz o'ylaymizki, suv o'zimiz paydo bo'laveradi. Suv qimmat bo'lishi kerakmi? Mana shu nuqtai nazar yaqinda aytmadim siz aytdingiz. Ha, radioda gapirdim shuni yaqinda. Suv qimmat bo'lishi kerak desam. Yaqinda biz uyga keldi. SMS yozishdi, qo'shilishmadi. Qo'shilmaydi, bizani so'qishadi ham bunga hali. Bitta gapda mana yaqinda keldi, o'g'lim aytdi, "Adajon, shu kelishdi suvsozdan suvga pul to'lash kerak" dedi. Keyin men aytdim, "Nech pul to'lash kerak ekan? Biz uyga anaqa qo'yganmiz, suv hisoblagich. 1,5 million dedi. Qanchaga ekan desam, 3 yilga ekan dedi. Men o'zim qo'rqib ketdim. 3 yilga 1,5 million bu hech qancha emas. Bu rostdan suv tekin degan. Bu rostdan suv tekin. Tekin narsa nima bo'ladi? Qadri yo'q. Qadri yo'q. Qadrsiz bo'ladi. Mana siz ichayotgan suv ham ertaning vaqt soati kelsa, bir baklashka suv nechidir dollar bo'ladi. Neft narxidan qimmat bo'lishi mumkin. Kechirasiz, benzindan qimmat bo'lishi mumkin. Elektromobil hozir hammasi chiqyapti. Ya'ni bu gap meni gapim emas, sizning gapingiz, iqtisodchilarning gapi. Suvni qadriga yetish uchun suv qimmat bo'lishi kerak. Suvni qadri bo'lishi kerak. Suv tekin degan gap bor xalqimizda. Lekin kechirasiz, bu ariqdan oqib kelayotgan suvlar 70 yil ilgari Sanjarbek, u payt aholimiz 10 million bo'lgan. Jaylovlarimiz ko'p bo'lgan. Muzliklarda qor ko'p bo'lgan. Bugun iste'mol madaniyati ham yaxshi bo'lgan. Iste'mol madaniyati yaxshi bo'lgan. Odamlar suvga supurma, suvga siyma bolasiga, to'g'rimi? Suvga harom tupurma, suvga hali yomon ishlar qilma degan. Olgan o'sha 2 chelak suv bilan yuvinib, chiroyli bo'lib nima qilgan. Mana bugun hamma yoqda hammom, hammaning uyida dush, hammaning uyida basseyn. Men ko'raman, odamlar basseyn to'ldiradi, 2 kundan keyin oqizib yuboradi. Lekin uni filtr qilish mumkin. Unga ozgina o'zining dorilari bor, uni qayta ishlash mumkin. Qayta ishlash mumkin. Uni bog'ni sug'arish mumkin, masalan, shlanka chiqarib. Lekin biz kanalizatsiyaga oqizib yuboramiz. Bu sharmanda-yu. Bu erta fojia-ku. Shuning uchun men biz issiq iqlim uchun, Markaziy Osiyo uchun va hatto bir payt bir siyosatchilar aytib ketgan, kelajakda Markaziy Osiyoda suv uchun urushlar bo'lishi mumkin. Mana xaritani ko'ring, men orqamda xarita, siyosatshunosman. Mana shu O'zbekiston kichkina hudud bo'lib turibdi, ko'ryapsiz-a? Shu kichkina hududga ilgari Rossiya, qarang, juda katta. Rossiyadan Ob va Irtish daryosidan olib Qozog'iston orqali olib o'tish to'g'risida gapirilgan. Ha. Lekin bular reja, bu 83-yillarniki. Lekin Kaspiy Rossiyaga nisbatan 5 metr balon ekan. Uni olib kelib bo'lmaydi. Uni hozir suv resursi hech kim bizga tekinga bermaydi. Ayniqsa bu zamonda. Ayniqsa bu biz uchun kerak bo'lsa ba'zi narsalarimizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun oldindan oqgan suvni qadri yo'q. Yana bitta maqol bor. Biz suvni nihoyatda tejashimiz kerak. Nihoyatda oqilona foydalanishimiz kerak. Biz bunga bong urishimiz kerak. Faqat ekologlar, faqat ekologiya va tabiat vazirligi emas, faqat jurnalistlar emas. Hamma. Oddiy odamlar ham. Bolasiga boshlab o'rgatish kerak. Mana qo'lingizga kichkina baklashkani ba'zi olamiz, ikkitasini jo'mrayni ochib qo'yamiz, suv oqayotadi. Kechirasiz, bu oltin suv oqib ketyapti. Shunaqa gaplar.
To'g'ri. Achchiq gaplar. Juda ham. Odamni xafa qiladi, lekin hamma ham bunga farqli qaramayotgani alam qiladi lekin. Alam qiladi. Suv qimmat bo'lishi kerak aslida. Kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi? Real voqelik shu, ko'proq to'lasangiz, kamroq ishlatasiz. Insonni instinkt xarakteriga mos jihat aslida shu. Puldan kelsangiz baribir qisiladi. Men ba'zida hayron qolaman-da, kecha bir joyga bordim, chiroq yonyapti. Yomon g'ashim keladi. O'zim ham xonadan chiqqanda qaytib o'chiraman, konditsioner o'chiraman. Ko'chada ham kimdir yoqib qo'ygan bo'lsa, borib o'ch. Bizni buvilar shunday o'rgatganda. Kecha bir joyga bordimda, men kunduz kuni yonib turibdi, chiroqni o'chirib qo'ying desam, chiroq ichkarida molxonada pirpiraga ulangan ekan ventilyatorga. Uni o'chirsam bu ham o'chadi deydi. Men aytdim, men sizga ikkita выключатель olib kelib beraymi dedim, o'chirib yoqadigan dedim. Tushunyapsizmi? O'sha bitta выключатель masalan 5000 so'm, 10000 so'm turar. Shuni tejash uchun, lekin biz mana hozir universitetimizning tepasiga biz oftob panel qo'yamiz. 300 kilovat qo'yamiz. Bu yerda talabalarimga men kollektor qo'yib berdim. Suv hozir cho'milish, yuvinish uchun shu oftobdan bo'ladi. Bir oyda 5 million tejaymiz. Bizdagi kichkina universitet uchun katta gap. Ilgari 5 million gazga yoqib yuborganmiz. Bugun gap tejashda emas, shu gaz bizdan muhtojroq odamlarga boryapti. Hozir mana yoz keldi, oftobdan bolalar bemalol tekin, mana bu desa tekin issiq suvga cho'milishyapti. Gaz yoqmaymiz. Hozir universitetda ham qilyapman va niyatim yana atrofda mana mashina turargoh bor, atrof hududlar bor, tepada konstruksiya qilib yana 300 kvadrat qo'ymoqchiman. Men elektr energiyani davlatga 1000 so'mdan oshib sotmoqchiman. Chunki universitetga bu daromad bo'ladi. Bugun biznes qilish kerak. Va bugun biz oftob, quyosh paneldan ham foydalanishimiz kerak. Bizga yaqinda Finlandiyaga borib kelib aytayapti, ularda oftob chiqmas ekan. Kelib bizni ko'rayapti, oftobdan foydalanmaysizlarmi debdi. Mana bu oftob bizga bepul boylik, bepul. Va Turkiyaga boring, eng baland bino, hammasiga qarang, 5-7 yulduzli otellarning tepasida katta-katta bochkalar turadi suv uchun. Shular ham qiladi. Nimaga Isroil boy? Nimaga Yaponlar boy? Nimaga koreyslar boy? Chunki ular shu yo'qdan bor qiladi, foydalanadi. Biz nimaga boy bo'lib ketmayapmiz? Borni qurtamizda. Biz boriga mashaq qaraymiz.